Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın hürlük ve müstakillik köleştirdim bir qancha misallar tüketken bolsak. Peygamberimizden hayatını nurgun dersler bilen, nurgun sabaklar bilen, nurgun kanuniyatlar bilen toşak ketkendir. Hayat. Beşiden ta tuğulgandan ta ahırgacha hayatına ruşat haridi. Bu Peygamberimizden hayatı başka değiller, mukaddes dep qargan kitapları bilen buna sağlamlıksa şu dereceye doğru kelgilek, aşında güçlük menbege ege. Çünkü hem narsa vaqti tatip nati enim. Peygamberimizden hayatını tevhid çakırış, ibadet çakırış, güzel ahlak çakırış, vatanperverlik çakırış, hürlük çakırış, müstakillik çakırış, cihat çakırış, vatanperverlik çakırış, bedel to'lashdan ibaret nurgun çakırıklarga egimiz ege. Faqatlam aqida bilan ibadatning chaqli to'xtab qolmagan. Agar biz aqidaning ro'yini tushunsak, osh yetib ochdi. Aqida bu islomning motori. Buni qanday tushunamiz? Payg'ambar alayhisalom bu aqida bunday tushunsa aqida degan ma'noda amaliy hayot bilan bizga ko'z bermoqda. Bu Payg'ambar alayhisalom da'vat erkinligini qo'g'dash uchun va islomning har turli sistemalarni yoki qonun tuzumlarini tatbiqlash uchun davlat qo'yganmiz, davlat qo'ygan. Çünkü devlet olmasa davet erkinliğine başka şey olunmaydı. İslam'dan ictimai, iqtisadi, siyasi tuzumlarına tatbiq kılınmaydı. Peygamber aleyhisselam Arap yarım arlıdan ibaret vatanine paç olup ketken, guruh olup ketken, yurt olup ketken Arap yarım arlı ibaret vatanı birleştirdi, Peygamber birleştirdi. Parislar tarafından ve Rimliklar tarafından mustamlika uçkıgan Arap yarım arlını birleştirdi ve Rimliklar Parislar ibaret işgalchilarni qo'g'lab chiqardimiz, qo'g'lab chiqardi. Bu aniq reallikmiz, aniq reallik. Payg'ambar alayhisalom bu ishlarni qilib bo'lib oxirida, umrining oxirida madaniyat tarixlardan bir madaniyatning markazi bo'lib kelgan Sham diyorining hur bo'lishini Rimliklarningki, chunki Rimliklarningki bir poytaxti Roma doğumuz, yan bir poytaxti Sham deydi. Bugungi Suriya zaminida. Bu Sham zaminidagi hur halet kirişine orzu qilib bu dunyodan ketgan. Ammo ishga oshmagan. Biz mushu vaqani misol qilaylik. Vaqa chiqib olgan bo'lsa, bir misol tushunish uchun. Bu Rimliklarningki ishg'olga qarta qanday harakat qo'llangan, mush bir misolni olaylik. Payg'ambarimiz 7-yili hijratninki 7-yili Zayd Ja'far Abdullah ismli 3 qo'mondonning yetakchiligida 2000 askarni Rimliklarga qarshi yo'llagan. Bu Mu'ta jangi deb tarixda undaq atildi. Rim imperiyasi bu 2000 shaxsdan tashkillangan bu islom qo'shini taqobil turgan 150 ming askar yo'llagan. Mu'ta degan yerda jang bo'lgan. Bu jangda payg'ambarimiz tayin qilgan 3 qo'mondon oq-oqidan hammasi shahid bo'lib ketgan. Va bir bo'lik sahobalar shahid bo'lib ketgan. Bu voqealikni ko'rgan qahramonlardan birisi bo'lgan Xolid askarlarni bu 150 ming düşmanning qo'shinidan 2000 askarlik bu qo'shinni chiqindirib salomat chiqib ketgan. Garchi bir qism shahid bo'lgan bo'lsa, ko'p sonli askarlar ya ko'p sonli qo'shin saq salomat qaytgan. Bu birinchi qatimliq Rimliklarning tajovuzga qarshi elib borgan bir kurash. Xo'sh. Ikkinchi qatimliqi bu 9-yil hijriyaninki, talashmasam Tabuk urushi. Bu urushning sababi kim bilan bo'lgan yoki kimlar bilan esa islom qo'shini bilan Arab yarim orolining bir qismini ishg'ol ostiga olib olgan Rim imperiyasi bilan bo'lgan bir to'qinish yoki kurash. Payg'ambar alayhisalom Rimliklarga turli buning voqeali sabablar va uni kirmaymiz. Buni taqobil turish yoki qarshi turish uchun 30 ming kishilik qo'shin tashkillagan. Yoz vaqtida 40-50 graduslik eng issiq vaqtida 30 ming kishilik qo'shin tashkillagan. Bu qo'shin Tabuk degan yakbaga vaqtida bu asosan shu Rimliklar ishg'ol qilgan bir doir o hozir Saudiya zamini bo'lganda burun shu Rimliklarning zamini hisoblanib tuproqqa ishg'ol qilib olgan. U yakbaga vaqtida u Rimliklarningki atrofidagi valilari yoki qo'chaq amaldorlari qo'rqib qochib ketgan. Bu qatimliq nimada urush bo'lmagan. Bu qatimliq safarda urush bo'lmagan. Bu ikkinchi qatimliq. Peygamber Aleyhisselam 3. qatim Usame'nin qo'mondonligida yana bir qo'shin tashkillagan. Bu o'lib ketishga yaqin bir voqealik. Peygamber Aleyhisselamning orzusi nima etilsa, bu Sham diyorida bir iymonli, o'rlikni ko'rgisi bor. Sham xalqining Rimliklarning qilayotgan zulmlardan, qirg'inchiliklardan qutulishni, o'rlik erishishni, mustaqillik erishishni orzu qiladi.
Şu Peygamber Aleyhisselam 3. qatam Usame'ninki kumandanlık asır qo'shin tashkilladi. Ammo afsuski bu qo'shinga o'zi kumandanlık qilolmadi. Qo'shin yo'liga chiqishdan ilgari bu dunyodan ketdi. Bu qo'shin Usame'ninki qo'shini kim kumandanlık qilgan desa, ismi o, ammo cho'ng kumandanlar Abu Ubayda ve Halid ibn Velid. Eng cho'ng kumandanlar. Abu Bakrdan boshqa asosan cho'ng vazirlarning, cho'ng sahobalarning hammasi bu Usame'ninki kumandanlık asır qo'shini ba'zi. O 18 yosh atrofidagi bir yosh kumandan. Ammo bilimlik, ilim egisi, olim, qari, boshqa har turli ortiqchiliklar ega bir shaxs Usame. Peygamber Aleyhisselam şunu kumandan qilib tayinlagan bo'lg'achqa, boshqa undan katta bo'lgan vazirlar va boshqa davlat aqsoqollar hammasi kirdi bo'lsa, bu qo'shin keldi. Bu jangda islom qo'shini bilan Rimliklarning orasida Yarmouk deydigan yerda cho'ng ko'lamli bir jang boshlandi. Bu jangda islom qo'shini g'alaba qildi. Rimliklar tamoman bu yerda bartaraf bo'lib mag'lub bo'ldi. Mush janglar Rim imperiyasining Arab yarim oroli bo'lgan ishg'oli tamoman tugdi. Oxirlashdi. Demak, mana bu voqelik yana nimani ko'rsatsa, bunu gerçi başka gazatlarda Peygamberimizden başka nurg'unliga voqelik bo'lgan bo'lsa-mi, boshqa keyin to'xtalamiz Peygamberimizdanki harakatlar haqida. Peygamberimizdanki bu yerda hurlik uchun, mustaqillik uchun, zulmga qarshi turish uchun, adolatni barpo qilish uchun irqiy qirg'inchilik olib borayotgan, insonlarni xo'rlayotgan bundaq sistem, bundaq hokimiyatlarga kurash olib borganligimizni Peygamberimizning hayotini ro'shan buni ko'rib olgan bo'ldi. Bu fakat bir misal.